Mana shuni ikkita mardikor gaplashib kelib yer chopish kerak edi. Oy aka nima qilasiz bekorga pulni yo'q qilib, mana keling ikkalamiz hozirlab tashlaymiz, ha? Qil bilasizlarmi? O, keling yoraverlar, keling. Davay, yoringlar, davay. Ha, hozir yoraman borib, yorib ishlayman hozir. Mana turba yorilib ketgan shu santexnik cho'qib kelay bittaman. Voy to'xtang, mana keling qilib tashlaydilar hozir. Ya qilib biladimi bu? Sanjiqjigan bitirganlar-yu. Ha, qila olayman, bitirganman-ku, zo'r qilaman hozir, qilaman borib. Qarashvoraman sizga. Bosinglar. Pichoq qaychi o'tkirlaymiz, o'roq. Ya pichoqlarni olib chiqinglar, shu charxlab olaylik. Voy mana keling, Bilasanmi rostdan? Ha, bilaman, har kun chaqab yuribman-ku. Hozir kimdir g'isht teramiz, sen mana ayting, hop, men qilaman hamma ishni o'zi. G'isht terishni ham bilasizmi? Ha, bilaman. Davay, uni izdirsizlar. Mana shu so'rini ko'targanman, qo'shni bolalarni chaqirib kelay hozir. Aka mana keling bilan birga ko'tarib tashlaymiz, ha? Keling. Birga qilamiz, ha? Yuring, birga qilamiz. Shahzodaxon ko'taryapsizmi? Mana keling ko'taribman. Voy dod. Mana shu uyni qizil rangincha o'zgartirish kerak. Hamma joyda bir xil travertin sariq qilamiz. Mana ikkita usta gaplashib kelay. Voy, kerak emas. Shahzodaxon, mana birga qilamiz. Ayting, qila olasizmi, to'g'rimi? Ayting. Bilasanmi sen? Yo'q, men qila olmayman shaxsan. Undacha bitta usta olib keling, bular birga qilishadi. Bitta, ha. Mol.